Onalarning eng go'zali mana onam, mana onam. Ko'zga suray islarini jonim onam, jonim onam. Onalarning eng go'zali mana onam, mana onam. Ko'zga suray islarini jonim onam, jonim onam. So'zlari durdonaginam, bittayu bir donaginam. So'zlari durdonaginam, yakkayu bir donaginam. Boshimda parvonaginam, jonim onam, jonim onam. Boshimda parvonaginam, jonim onam, jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam, mana onam. Ko'zlarida mehri bor jonim onam, jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam, mana onam. Ko'zlarida mehri bor jonim onam, jonim onam. Kecha kunduz orom nima bilmaganim. Bizlar uchun kecha kunduz orom nima bilmaganim. Onalarning eng yaxshisi mana onam, mana onam. Farzandlaringiz baxtsiz jonim onam, jonim onam. Onalarning eng yaxshisi mana onam, mana onam. Farzandlaringiz baxtsiz jonim onam, jonim onam. Oylar husn talashganim, ro'mollar yarashganim. Oylar husn talashganim, poyidan jannat topganim, jonim onam, jonim onam. Poyidan jannat topganim, jonim onam, jonim onam. Onalarning farishtasi mana onam, mana onam. Jonimda jonim rishtasi, jonim onam, jonim onam. Onalarning farishtasi mana onam, mana onam. Jonimda jonim rishtasi, jonim onam, jonim onam. Onalarning eng go'zali mana onam, mana onam. Ko'zga suray islarini jonim onam, jonim onam. Baxtni izladim, yerdan topolmayin ko'kni ko'zladim. Qo'shiqlar kuyladim, ming bor bo'zladim. Topgan shuhratidan mastir bu dunyo, onamning poyidan pastir bu dunyo. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shunday bir fayzli xonadonga yig'ilgan ahli qarindoshlar, ahli jigarlar, ahli o'zbegim. Ayni daqiqalarda yurtimizda mana shunday bir chiroyli bir fayzli kunlarda, qo'shaloq bayramlar, mana shunday Ramazon ro'za oylarida mana shunday chiroyli bir xonadonlarda qolaversa, bugun ayni daqiqalarda opajonlarimiz, onajonlarimiz, singiljonlarimizni mana shunday bir chiroyli bir 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami chiroyli bir kunda, mana shunday quvonchli kunda tavallud ayyomlarida ko'rib turibmiz. Demak, azizlar, mana shunday bir chiroyli bir yig'ilishimizga sababchi bo'lgan onajonimiz Bulung'ur tumani Esenturdi mahalla fuqarolar yig'inida Qum qishlog'ida Sattorovlar xonadonida chiroyli bir davralarda bu Rajab onamiz o'zlarining 55 yosh tavallud ayyomlarini nishonlab turibdi. Onajonim, tabriklab qolaman. 70 dan yetaklashing, 80 dan sakrashing, 90 bilan to'qnashib, 100lar bilan yuzlashib yuring. Mana shu farzandlarning boshdagi toji bo'lib yuring. Hamisha hamma vaqt yuzingizdan kulgu arimasin. Doimo mana shu akalarimizni, opalarimizni, nevaralarini Xudo xolasa yaxshi kunlarda o'zlaringiz boshqa qosh bo'lingizlar onajonim. Yana bir bora tabriklab qolaman. Mana shunaqangi yaxshi kunlar bo'laversin. Qolaversa mana shu yerda turgan barcha opajonlarimni, singiljonlarimni, yangalarimni, qolaversa barcha opa-singillarimizni bugungi 8-mart bayramlari bilan Bulung'ur tabrik jamoasi nomidan tabriklab qolamiz. Xudo xolasa sizlarni ham yaxshi kunlarda mana shu yuzlaringizdan tabassum arimasin. Mana shunday eng bo'mat deganda mana shunaqangi kayfiyat hech qachon sizni tark etmasin deb qolamiz. Onajonimiz 70 dan yetaklashib yursin, 80 dan sakrashib yursin, 90 bilan to'qnashib, 100lar bilan yuzlashib yuringizlar deb qolamiz.
ayni daqiqalarda mana shunday bir ko'ngil ziyorati ming makka imorati degandek mana shunday chiroyli bir tabriklarni tashkillashtirishga bizga yaqindan yordam bergan birinchi navbatda farzandlaringiz Bahodir akam, Botir akam, Bahrom aka hamda Nilufar opalar uchun chiroyli qarshi chalib qo'yamiz qarindoshlar. Qolaversa kelinlar va nabiralar nomidan ham onajonim tabriklarni qabul qilib olasiz. Mana shu akalarimni biriga 10, o'niga 100, 100ga 1000 berib topganlari to'ylar bo'lsin, so'yganlari qo'ylar bo'lib hamisha hamma vaqt shu farzandlarni boshidagi toj bo'lib yuring deb qolamiz. Va kelinlar va nabiralar ham sizni mana shunday qutlab, mana shunday quvonchli kuningizda sherik bo'lib turibdi. Va men badiiy maydonchamizga mamnuniyat bilan Zulfiya xolamni taklif etaman, singlingiz. Keling xolajonim, sizdan ikki og'iz chiroyli bir tabrik so'zlarini eshitsak. Marhamat, Zulfiya xolamiz uchun chiroyli bir yo'lda ochib qo'yamiz, marhamat. Assalomu alaykum, shu yerga yig'ilib kelgan barcha qarindoshlar. Opamni shu bugungi shukrona kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Allohim 100 yoshlarga kirib, bolalarning, nevara-chevaralarining huzur halolatini ko'rib yashasin. Hojona bo'lsin, Allohim. Tabriklayman. O'ta chiroyli bahs chalib qo'yamiz qarindoshlar. Mana shunday opa-singilchilikka ko'z tegmasin, dunyo turguncha tursin deb qolamiz. Ezgu ishga kamar bog'lang, el yaxshini siylagaydir. Savob birni dilni chog'lang, Alloh bizni qo'llagaydir. Gohi qismat kimlar halol, kimlar o'g'ri, kimlar to'g'ri. Gar yo'limiz bo'lsa to'g'ri, Alloh bizni qo'llagaydir deya marhamat keyingi tabrik so'zlar bor. Marhamat. Keyingi tabrik so'zini men Rayhon xolamga beraman. Keling, bolajonim, Rayhon xola keling. Sizlar ham ikki og'iz chiroyli bir tabrik so'zlarini eshitsak, marhamat. Birimizni fayzga yanada bir fayz bo'lardi. Marhamat Rayhon xola. Keling, marhamat. Xush kelibsizlar. Anna tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlariga kirib yuring har doim. Har yili mana shunaqa nishonlash nasib qilsin. Har doim bizni baxtimizga o'ynab, kulib yuring. Umringiz uzoq bo'lsin onajon. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. O'ta chiroyli qarshi chalib turamiz qarindoshlar. Mana shu nabiralarni baxti kamolini ko'ringizlar. Xudo xolasa o'qishlarni tugatib, katta ishlarga kirganda ham onajonim o'zingiz davralarda mana shunday to'rdan hech kimni qatorlardan ayirmasin. Endi qarindoshlar, so'nggi so'z o'rnida nima deymiz? Mana shunday chiroyli bir davralarda ko'zda yoshday qalb qilib turibdi olam, rizqini o'zini terib yuribdi odam. Kimdir bolam deydi, kim esa chaqam, maylida yaxshida yomon bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Salomning aligi qarzi qiyomat, ko'ngilning kaliti mehri oqibat. Xotirjamlik, davlat, tinchlik, g'animat, barchamiz sohibi iymon bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Onajonim, so'nggi so'z o'rnida farzandlar uchun ikki og'iz bir tabrik, bir o'zingizni shu ichingizda bir ayta olmagan gaplaringiz bo'lsa, marhamat, kelgan mehmonlar uchun ham chiroyli bir so'z bo'lsa. Rahmanrahim, yangi aylarga, yangi yillarga boshlari eson bo'lsin, bovurlari putin bo'lsin, topqanlari to'y bo'lsin, dasturxonlari to'la non bo'lsin. Yaqqancha chorvachilarga shu bolalarimning Xudo barakasini bersin. Hamcha ishlarning omadini, barakasini bersin. Shu bolalarim to'ylar qilsin, qizlar chiqarsin, qizlar ham yaxshi katta o'qishlarga o'tib ketsin. Yaxshi kunlarni ko'rib turaylik hamcha. Rahmat ayna so'z berganlaringiz uchun. So'z navbatini qolmay ovsini qilib beramiz. Katta rahmat onajonim, mana shunday yaxshi tilaklarga. Mana shu bir ko'ngil ziyorati ming makka imorati degandek, mana shu farzandlarni biriga 10, o'niga 100, 100ga 1000 berib topganlari to'ylar bo'lsin, so'yganlari qo'ylar bo'lib, mana shunday bir davralarni tashkillashtirishga yaqindan yordam bergan G'olibjon akamiz uchun bitta chiroyli qarshi chalib qo'yasizlar. G'olib akamizga ming rahmat deb qolamiz. Mana shunday bayramlarni tashkillashtirishga yaqindan yordam berib, bizlar bilan aloqaga chiqib, farzandlarni biz ham sherikmiz dedi. Mana shu farzandlar quvonchiga G'olib akamizga ming rahmat deb qolamiz. Endi qarindoshlar bitta esdalik shu rasmlarga tushib olamiz. Undan keyin chiroyli qo'shiqlarimiz bo'ladi. Birinchi navbatda men davraga xolalarni taklif etaman. Xolalar kelsin, marhamat.